Bir kuni o'sha ishonganing dunyodan o'tib ketganda yana kimga sig'inaykin deb termirib boshing qotib qoladi. Yoki arqonni olasanda ketidan ketib yuborasan osib. Iymonsizlar shunday qildi. Ko'rdik-da shularni. Al-Hayyul Qayyum, hamisha tirik, hamisha qoyim bo'lgan Allohga ishon. Ey banda, niyat chatodi, 32 ta tishingni chiqazib qo'ygan Alloh nimaga berdi shuni o'yla. Senga nimaga bu tishlarni chiqazdirib qo'ydi? Non yesin, ovqat yesin deb. Oshqozonlarni berib qo'ydi. Rizqingni beradi, o'zing shaxsga sig'inasanda. O'zingni iymoning noto'g'ri Allohga astoydil so'ramaysan, astoydil ishonch. Bir joyda katta xatoliklarga yo'l qo'yib yuriladi. Katta xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Hech birodan ko'rmang. Boshingizga nima kelsa o'zingizdan ko'ring. Hech. Siz alhamdulillah shukr deb bir g'alva va fitnaga qo'shilmay yuring. Hali ba'zilar meni ham bunday qarab qo'yadi bu davlatda odam bu nuqul yaxshi shukr deb o'taman, shukr deb hayot shunday qilib qo'yadi Alloh. Allohga beadad shukr.